Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan Allohdan so'rab ketaman, meni va sizni qadamingizni Alloh azza va jalla to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlansin. Alloh umringizga baraka bersin. Ulug' arshning egasi Allohdan so'rab ketaman, sizni va bizni Alloh azza va jalla o'ziga eng yaqin taqvodor bandalardan qilsin. Amin. Inson tabiatdan jamiyatni yaxshi ko'radi. Обществоni yaxshi ko'radi, qavmchilikni yaxshi ko'radi. Inson qanchalik olim bo'lmasin, qanchalik kuchli bo'lmasin, kerak bo'lsa Vostokdan zappitni qo'lga olsa ham hech qachon yolg'iz yashashni xohlamaydi. Do'stlari bo'lishni xohlaydi, qo'shnisi bo'lishni xohlaydi, turmush yo'ldoshi bo'lishni xohlaydi, yaqinlari bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun Alloh azza va jalla Qur'onda dediki: "Va rafa'na ba'dakum va rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhida ba'duhum ba'dan sukhriya." Biz ularni bir-biridan xizmat olishlik uchun ayrimlaridan darajasini yuqori qilib qo'ydik. Hattoki bir-birlaridan foydalanishlik uchun. Har bir inson kim bo'lsa qat'iy nazar, musulmon bo'ladimi, musulmon bo'lmaydimi, yahudi bo'ladimi, nasroniy bo'ladimi, har biriga muhtoj. Masalan, siz mingan mashinani kim qilib berdi? Siz farzandlaringizni kim o'qitadi? Og'rib qolsangiz, dorilarni kim qilib beradi? Farzandlaringiz, masalan, siz og'rib qolsangiz, sizni kim davolaydi? Kiygan kiyimingizni, ko'ylagingizni, kurtkangizni, oyoq kiyimlarni kim tikib bergan? Ya'ni har bir inson bir-biriga muhtoj. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda dediki: "Yadullohi ma'al jamaa", Allohning yordami jamoat bilan birga. Man shadda finnar, kim yolg'iz yursa, kim o'zini olib qochsa, jahannamga yolg'iz kiradi. Ya'ni bu hadisda men nima tushunaman? Men qanchalik jamoat bilan birga bo'lsam, qanchalik qavm bilan birga bo'lsam, shunchalik men kuchli bo'lar ekanman. Masalan, xizmatkor deganda siz uyingizda bir usta bo'lishi mumkin, yoki do'koningizda bir shogirdingiz bo'lishi mumkin, yoki siz prorabsiz shogirdingiz bor va ularning qatoriga kelinlar ham kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda dediki: "Xizmatkor wala tukallifuhum ma yaghlibuhum." Xizmatkorlarni, kelinlaringlarni, shogirdlarni, ishchilarni qo'lidan kelmagan narsaga buyurmanglar. Ya Rasululloh, agar shu ish chiqib qoldi, biz buyurishimiz kerak. Shuni qilish kerak. Noilojimiz deganda Rasululloh nima deyapti? "Va in kallaftumuhum", agar buyursanglar ham fa'inu, yordam beringlar. Qarang, Rasululloh bu xizmatkor mendan pul oladi, oylik oladi, u kelin qilish kerak. Oylik olsa ham, kelining bo'lsa ham qo'ldan kelmayaptimi? Yordam ber deyapti Rasululloh. Bizda masalan Qur'onni haqiqatan tadabbur bilan o'qisangiz, buni mo'jizasi ko'p. Biz odamlar ajr olaman deb bilan o'qib qo'yadi. Biroq olim aytganki, Qur'onni tadabbur bilan o'qishligim men uchun xatm qilishdan ko'ra afzalroqdir dedi. Qarang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'asr. Alloh asrdan qasam ichdi. Innal insana lafi khusr. Har bir inson, kim bo'lishidan qat'iy nazar, modomiki tirikmi, u inson ziyon topadi. U bankrot. U omadsiz. Ya Rabbimolloh, omad topadigan insonlar bormi? Alloh aytadiki, bor. Illallazina amanu. Birinchi sifat, u inson iymon keltirish kerak. Va amilus solihat, solih amallar qilish kerak. Va tavasaw bil haqqi, haqqa bir-biriga nasihat qilib, va tavasaw bis sabr, bir-biriga sabrga undaydi. Ya'ni musibat kelsa, qiyinchilik kelsa, u menga yordam berish kerak. Bugungi hozirgi mavzuimiz islomda bir-biriga bo'lgan yordam berishlik. Masalan, yonimga bir odam keldi. Masalan, qo'shni.
aka shunaqa qiynalyapman, yordam bering. Ha, mol dunyo kerak desam, meni yo'q bo'lsa men nima qilishim kerak? Men shu mol dunyosi bor, yordam beradigan qo'lda imkoni bor odamga jo'natishim kerak. Chunki Rasululloh nima deyapti? Addal alal khayri kafa'ili. Kim yaxshilikka buyursa, xuddi o'sha ishni qilgandek savobini oladi. Savr qiling, siz bir insonda yaxshilikka buyurib qo'ysangiz, ko'rsatib qo'ysangiz, mana shu joyda namoz o'qishdan, shu joyda sen yaxshilik bor, shu odamga borsang senga yordam beradi deganingizga, siz xuddi qilgandek savobini olasiz. Bu islomdan ajoyibdir. Qarang, hattoki islomda siz hayvonga, oddiy bir hayvonga, aqli yo'q hayvonga yordam bersangiz, unga mehr qilsangiz, bu bilan darajangiz ko'tarilar ekan. Qarang, har bir inson tabiatdan egador bo'lishni xohlaydi. To'g'rimi? Pulim bo'lsa, mashinam bo'lsa, uyim bo'lsa, xotinim bo'lsa, shu ishxonam bo'lsa deb o'zini imуществоni xohlaydi, собственность xohlaydi. Bir inson kelib turib, men mol dunyoni yomon ko'raman, menga pul kerak emas desa, kazzobsan deydi. Chunki Said ibn Jubayr aytganki, agar sizlarga bir odam kelib turib, men pulni yomon ko'raman desa, aytlar u kazzob deyapti. U kazzob deyapti. Chunki har bir odam mol dunyoni yaxshi ko'radi. Masalan, Yusuf alayhisalom Misrga taxtga o'tirganda akalari keladi, to'g'rimi? Akalari keladi, eslanglar. Ashna akalar aytadiki, sizlar ukalar bor, ash ukalar olib kelsanglar, men sizlarga yana ham qo'shib beraman deyapti. 10 kilo narsa 40 kilo qilib beraman deyapti budoyda. Akalari borib otasiga aytsa, otasi uni ham aytdi. Akalar aytadiki, "Va nazdadu kayla ba'ir." Ota biz oshiqni olib kelamiz deganda olib ketaverlar deydi. Qani Yaqub alayhisalom aytadi. Bundan chiqdi har bir inson mol dunyoni yaxshi ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda dediki, "Man kana ma'ahu fadlu zahri", kimni oshiqcha markabi bo'lsa, u mahalla ot tuya, bizning mahallamizda nima mashina. Kimning oshiqcha markabi bo'lsa, falyahud man la zahra la. Markab yo'q kimsaga bersin deyapti. Qarang. "Uman kana lahu fadlu rizqi", kim oshiqcha rizqi bo'lsa, podvalda guruchlari, asallari, unlari, varenalari, sevda pullari bo'lsa, puli yo'qqa och qolgan yordam bersin deyapti. Qani. Bir odam Mustafa Siba degan bir olim bo'lgan. O'sha odam doim duo qilar ekan, olim odam. "Ey Alloh, menga shu velosiped bergin, velosiped ber" deb so'rar ekan. Kuni-tuni so'rar ekan. Bir kun uyiga masjidga kirsa, masjidda oyog'i yo'q odamni ko'rib turib, "Bo'ldi, menga velosiped kerak emas" debdi. "Menga shu oyog'im yetadi" debdi. Chunki inson o'zidagi bor mol-mulkni e'tibor qilmaydi, ko'zga ko'rinmaydi. Siz bir odamga, masalan, uyingizda barenalar yotishi mumkin, masalan bir mashina biz bera olmaymiz-ku masalan. Sizga oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin kambag'alga bor taqillatib, "Menga Rasululloh buyurdi" deb qo'liga bersangiz, qanchalik xursand bo'lishingizni tasavvur ham qila olmaysiz. Shuning uchun bizda faqat tilda gapiramiz, qilish kerak deb katta gapiramiz, lekin amalda tatbiq